Halbuki tabiiy, Allohim shunday berib qo'yibdi. Buni ko'rsatish kerak. Allohim bergan tabiiy ne'matni просто ko'rsatib maqtanish kerak xolos. O'z hayoting nasga botib isqirt ochib ketgan. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zingni baxtli qilib ko'rsatganing bilan ich-ichingdan chirib ketgansan. Pul uchun har qanday isqirtlik, iflosliklarni qilishga tayyorsan. Og'zingga nimalar kirib, nimalar chiqmagan va nimalar to'kilmagan. Yana kamiga chiqib olib Allohga tuhmat qilishingga balo bormi? Alloh senga bu isqirt osilib ketgan emchakni boshqalarga ko'rsatib maqtanish uchun bermagan. Farzandingni rizqlantirish, juft a'lolingni lazzatlantirish uchun bergan. O'zingcha chiqib olib nimalar deysan, yana kamiga mana shu isqirtliklaringni boshqalarga targ'ib qilishingga odam chidolmaydi. To'g'risi, sandaqalarga gapirishni o'zimga ep ko'rmayman, lekin majbur bo'lyapmanki, mana shu jamiyatda mening ham farzandlarim katta bo'lyaptiki, sendaqalarning iflos, isqirt fikrlaring ularning ongini zaharlamasligi uchun ham bugun chiqib fikrimni bildiryapman. Sendaqalar ularni shuurini bulg'amalaring deyapman. Aslida muammo senlarda ham emas. Muammo senlarni mana shunday chiqarib qo'ygan erkaklarda. Ya'ni kim o'sha o'zini genetik erkak hisoblaydigan, lekin aslida erkak bo'lmagan iflos, isqirt, pastkash toifalarda muammo. Aynan mana shunaqa erkak bo'lmagan genetik erkaklarning borligi uchun ham bugun jamiyatimizda sendaqa isqirtlik targ'ibotchilar ko'payib ketyapti. Chingizxon ham xotinlariga zahar berib qo'ygan ekan. Agar dushmanning qo'liga tushadigan bo'lsang, mana shu zaharni ichib o'zlaringni o'ldirasanlar, hech kim sanlarning nomuslaringga tegmasin deb. Hattoki Chingizxon mana shunday zolim bo'lishiga qaramasdan o'z ayollarini begonalardan qizg'angan ekan. Lekin ayolini qizg'anmasdan bugun ko'chalarga olib chiqib reklama qilib qo'ygan hizalaklar o'zini kim deb atasan? Shu o'rinda mutasaddi tashkilotlarga yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Ey baraka topkurlar, jamiyatimizda buzuqlik targ'ibotini taqiqlaylik. Bular kundan kunga ortib borsa boryaptiki, hech kamamayapti. Shuncha chiqyapmiz, gapiryapmiz, lekin qonun bilan bu ishlar tartibga solinmas ekan, hech qachon buni yo'lini to'sa olmaymiz va jamiyatimiz g'arbning isqirt chirigan buzuq jamiyatidan hech qanday farq qilmay qoladi. Mana shu jamiyatda sizlarning ham farzandlaringiz yashaydi. Axir kim xohlaydi farzandi fohisha buzuq bo'lishini? Agar farzandlaringizning fitrati buzilishini xohlamasangiz, bugunoq harakatni qilingki, qonun bilan bularning isqirt targ'ibotlariga chek qo'yaylik. Bundan tashqari yarim yalang'och fohishalarni olib chiqib mahsulotlarni reklama qilayotgan tadbirkorlar, senlarning barchang o'z ahli ayoling fohisha bo'lishiga rozi bo'lgan iflos pastkash toifasanlar. Qaysi biringni yuraging yetib oldimga so'rab olishga kelsalaring doim ochiqman. Hech qaysing yaqinimga ham yo'l olmaysanlar, sendaqa pastkash, rujulasiz isqirt toifalar. O'ylab qo'yay. Opajon, xolajon, soqat ostimi? Bizda issiqlaridan bor. Insofinglar bormi? Qaysi vijdon bilan yosh bolaga ayollarning ichki kiyimini reklama qildiryapsizlar? Ba'zi bir qanjiqlarning buzuqchilik targ'ibotiga chidab kelayotgan edik, lekin yosh bolalarni mana bunaqa ishlarga jalb qilishlariga toqat qilib bo'lmaydi. Odam nahotki tirikchilik uchun, pul uchun mana shunaqa past ishlarga qo'l urishi mumkin. Va biz buni hech qachon mana shunda qo'yib qo'ymaymiz. O'zbekiston Respublikasi reklama to'g'risidagi qonuniga binoan mana shu ishni qilganlarni tegishli javobgarlikka torttirmasdan qo'ymaymiz. Bundan tashqari yarim yalang'och ayollarni olib chiqib reklama qiladigan ba'zi bir toifalar bor. Takror va takror aytaman, ular o'z oilasining, o'z ahli ayolining fohisha bo'lishiga rozi bo'lgan toifalar. Mana shularga qarshi bugundan urush ochamiz. Bularning hammasini O'zbekiston Respublikasi reklama to'g'risidagi qonuniga binoan javobgarlikka torttiramiz. Agar siz ham mana shunaqa kontentlarga, reklamalarga duch keladigan bo'lsangiz, bizga boring. Biz bunaqa iflos toifalarni hammasini javobgarlikka torttirmasdan tinchimaymiz. Toki biz hammamiz birlashib vatanimizni mana bunaqa isqirtliklardan tozalamas ekanmiz, ertaga bizning naslimizdan ham buzuqlar chiqishi hech gap emas. Vatan omon bo'lsin.